bilan hozir anturiyamiz murskoy shastiyani parvarish qilishni ozgina aytib o'tib ketaman. Mana 10 kun 12 kunda suv ichadi bu murskoy shastiya. Tigi 10 kun 12 kun. Havoni issiq sovuqligiga qarab, keyin nam quruqligiga qarab, vlajnostiga qarab ozgina 1 kunga 2 kunga vaqtda chegaralanishi mumkin surilishi. Lekin bu degani haftada 2 marta yoki через день suv quyish degani emas. Bu ildizi undan ko'ra sal yaxshilab nami ketib qurib keyin sug'arganingiz bunga juda ham foyda beradi. Chem buni loyga bo'ktirib batqoq qilgandan ko'ra. O'shani hisobiga bizada baylarimiz qorayib chirishni boshlaydi. Ko'p suv yaxshi ko'rmagandan. Mana suvni beryapmiz. Legendarniy tog'aram bor edi. Mana uyda stiklanni olib keldim, shu ko'rinish uchun. Bu o'sha удобрение Leonard qora dorim. Keyin mana suvni qo'ydim, tog'arachaga tegidan beryapman. Garshok yarmigacha borish kerak suvni. Bu yoqdan emas, yarmigacha tiqasizlar. 10 minut ushaysizlar, любой gulli. Женскийni ham, murskoyni ham. Boshqa gullaringlarni ham 10 minut ushaysizlar. Bo'ldi, olib qo'yasizlar. Tarelchkaga ham o'zini tuviga, keyin yarim soatda, 1 soatda ortiqcha suvi tushib ketadi, to'kib tashlaysizlar. Обязательно to'kib tashlashingiz kerak. Keyin uchlari qorayib, jigarrang bo'lib qolyapti nimadan? Xonada влажность yo'q, xona слишком quruq. O'shanga suv purkab turinglar. Ja bo'lmasa kuniga bir mahal suv purkab turinglar. O'shanda xudo xolasa gullaringlar chiroyli bo'lib o'sadi. Keyin perisadka qilinayotganda ko'plar aytibdi, ildizini teparoq ekib qo'ydingiz deb. Anaqaniki murskoy shastiyaniki ildizlar orxideyaniki o'xshagan bo'ladi, teparoqga chiqib ketadi. O'shani hisobiga mana teparoq ko'rinib qolishi mumkin sizlarga. Keyin garshok слишком kichkina ekdingiz deyishyapti. Har bitta gul bular ildizi mahkam bo'lib turganini yaxshi ko'radi. Qancha ildiz siqilib tursa, shuncha kuchini tepaga beradi. Qancha biz kattaga eksak, shuncha ildizni kattalashtiramiz, oralarda suv yig'ilib chirishni boshlaydi, tepamiz to'xtab qoladi. O'shani hisobiga ildizni mahkam o'zini mana mos qilib ekib jo'natishgan privozmoy garshogi. Mana. Tak 10 kun 12 kunda mo'ljallab olamiz. Xona issiq sovuqligiga qarab 1-2 kunga cho'ziladi. Ustidan har kuni suv purkiymiz. Tikka quyoshdan saqlaymiz. Рассеянный свет. Yorug'lik, salqinda turadi gulimiz. Agar tushuntirib foydali bo'lgan bo'lsa, duoinglarni ayamaysizlar, like, podpiskani bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni yozib boringlar. Rahmat.